Ada chaqirdingizmi? Yangi telefon olib berding, ishlatishni o'rgatmagansan-ku. G'oyib top ber. Saqlanib qilinganmidi? Bilmayman, yozib qo'yuvlar unda. Bu yerda faqat pomidorchi Zulfiya turibdi. Nima aytyapsan? Kirillcha yozgandir, g'ayib deb yoz qani mana. Qayerda yozadi buni? Mana Tolib belgila qildirdim mana. Zo'r. Mana keltirib shunaqa qilmana. Mana. Senga ham gaplashib beraman. Nomerni yozginda hozir. 91 hozir shunda topingsan tashiyman. Uloq. Ay, Mana men Telegramdan tashlab ber Tolib akanga. nimani? Videoni. Hop, hop. Keling, ochkigimni olib keling. Mana Adajon ochki. Mana. Kim menga inglizcha yozyapti, ha? Kim? Yo, Adajon bu programma. Qanaqa programma? Bu buzmaydimi, bu virus tushmaydimi? Yo, hech narsa qilmaydi. Qarang lekin virus tushsa. Buni o'chirib tashlay olasizmi? Bolam qarama bitta mahkama qamalasa, shtraf deyapti. Qanaqadir saytga kiruvmidingiz? Hech qanaqa saytga kirmaganman. Bolang o'ynaydi boya, bolang kirgan. Yo'q, Abbos. Berib turingchi. Yo'q, chaqir Abbosni. Qanaqa saytga kirgan? Abbos! Ada tinchlikmi vohma qilib chaqirib oldingiz? Men senga sovg'a qilganingni mana shu telefonni. Chiqolama bergin do'midim. Yo, aytmagan edingiz. Aytganman. Qo'limdan tushib ketdi. Buzilmadimi qara. Ada, siz ustachilik qilishingizni bilib turib, Onur X7 telefonni olib berganmiz. Bu tashlab yuborsiz haqiqatni. Sen nima tashlab olasan? Ko'p vohma qilma. Ada, buchi suvda ham ishlaydi mana. Shunday bizani men quyapsan suv. Ha, ada ishlaydi, siz xavotirlanmay mazza qishlating. Mana qarang mana. Mana. Yey! Mana. O'g'illarim xuddi sendek telefon olib berdi. Faqat tushunmayapman-da. Kim o'zi teskari ushlayapsan. Menga sovg'a qilgandan ertasi kuni o'sha ishlatishni boshlab, bemalol gaplashib, alo bo'lgan. Har xabarlarga o'tib qamalasam, mahkama, shtraf, nima turli. Qanaqadir saytlarga kiruvmiding? Yo'q, nevaralar kirgandir-da. Buni bilasanmi, otib yuborsang ham ishlayveradi. Voy, ne o'tirasan buni? Hech narsa qilmaydi. Hayotingni o'zgartirmoqchimisan? Sen bilan Shori psixolog 322 yillik tajribamdan kelib chiqqan holda men senga motivatsiya beraman. Hayoting tubdan o'zgaradi. Birinchi qoida, hayotingda o'zing yoqtirmaydigan ishni qilishga o'zingni majburlashing kerak. Bacham? Nima bo'lyapsan sen? O ish qilmaydingmi? Dada, men Chorri psixologdan motivatsiya oldim. Kelajakda o'zim o'rnim topishim uchun o'zimga yoqmagan ishlar qilishga o'zim majburlashim kerak. Shunga hozirda mana chini qolma. Men alaq bermang, qoching. Yaxshi psixolog ekan unda ish qilish o'rgatibdi senga. Malades. Bosib bacham. Senga ikkinchi motivatsiya. Orqangdan gapirganlarga hech qachon e'tibor berma, chunki ular hamisha orqangda. Zoker, bola, suv berdingmi? Zoker? Bacham? Bacham. Zoker? Ibunan geldi. Bacham? Bacham. Anne nima qaraysan? 2 soatdan beri chaqiryapman. Dada, men orqamdan gapirganlar umuman e'tibor bermayman, chunki ular mendan orqada. Agar oldimdan gapirsangiz atib beraman. Kim o'rgatdi? Chorri psixolog o'rgatdi. Kelajakda men yuksalishim uchun juda kerakli narsa ekan bu. Chorri psixolog onasini? Senga uchinchi motivatsiya. Qo'rqgan ishlaringni qilishni o'rgan. Qalbingni qo'rquv egallashiga aslo qo'yma. Qo'rquvga tik bor. Og'zingga o'choq yoqaman ana. Qolyog'ochdan qamchilar, otqilar. Dadasini yomon desang, dotqilar.